Do'kondorimiz Azam aka Shamsiyev yonlariga kiramiz. Yangi mahsulotlar keldi. Assalomu alaykum. Azam aka qanaqa mahsulotlar kelgan yangiliklardan? Assalomu alaykum. Ana Xudoga shukr, pashti 4-5 oydan beri bu mahsulotlarimiz yo'qdi. Garsino, Sakano, Royal mahsulotlarimiz yo'qdi. Ayniqsa eng ko'p so'rov bo'lgan mana White yuz sovuni va Cleanse tana sovunlari keldi. Agar iloji bo'lsa shu White sovuni haqida bitta ma'lumot bersangiz. White sovuni bu asosan yuz uchun, yuzda dog'larini ketkazadi. Mana toshmalar bo'lsa o'shalarni yaxshi qiladi, yuzni oqartiradi. Bunga bizda ayollarning juda ko'p talab bor, hali juda eksklyuziv bo'lib chiqibdi. Oldinga boshqacha chiqqani, hozirgisi ana gigiyenalarga rioya qilingan holda, gigiyenaga rioya qilgan holda olib ishlataversa bo'lar ekan. Mana xudo xolasa. Rahmat, keyingi videolarimizda yillikda olib keldik. Juda kam, lekin bu cheklangan. Shoshilinglar, kelib olib qolinglar. qolgan mahsulotlarni keyingi videolarimizda ma'lumot berib o'tasiz o'zingiz. Sog' bo'ling.